Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xayrli kun. Kaminajon Olimlik Olimovich. Aziz obunachilar, bugun Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan yo'l sayohatimizning azizlar 26-kunida xuddi mana shu yo'lda startni beramiz azizlar. Suriskiy, hozir men Suriskiydaman. Ulanovskiy oblasti Suriskiy degan joyda ekanman. Mana hozir yo'lda chekkasidagi gazimisan. Xuddi mana shu yo'ldan bu yoqqa qarab harakatlanamiz azizlar. Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlar, duo qilib turganlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa bu ishni albatta birgalikda uddalaymiz. Bu yutuqning bari barchamizniki azizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishda davom etamiz azizlar. Havo salgina bulutliga qaramasdan aziz kuzatuvchilar, obunachilar, harakat davom ettiramiz. Xudo xolasa yomg'ir yog'ib qolmaydi degan umiddaman. Avvalo Alloh shu yo'lda davom etamiz azizlar. Ob-havo zo'r. Faqat svязь salgina qotib ishlayapti-da. Beligim garajda, hozir olib chiqaman. Yuzakda metroz ramzi bo'lgan bayroq. Olg'a O'zbekiston, Sirdaryo. 12 viloyat. Xudo xolasa uddalaymiz vatandoshlar. Olimich Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan yo'l sayohatimizda 26-kuni boshlaymiz. Mana yo'lda to'xtab. Mashallah. Mana men. Videoga olaman, qarshilik qilmaysizlar. Videoga olyapman-la, qarshilik qilmaysizlar endi. Siz qayerdan? Yo'q, qo'yavering, yo'q. Hammasi joyda. Shu pul Siz qayerdan? Anjaliymi? Andijon qayerdan? Qoraqalpog'iston. Ismingiz? Xayrullo, Choypoy suv. Bo'ldi, xayrli. Ismingiz? Hasan. Hasan, ukamning ismi. Sizlikchi aka? Umidjon, assalomu alaykum. Men ismim Javlonbek. Sirdaryo viloyati Sadobod tumanidan. Yaxshi. Shu pul olib ishib keting. Rahmat. Sog'lom bo'linglar, xudo xolasa. Instagram bormi? Instagram? Podpiska bosib qo'ying. Xayrli kech, aziz obunachilar. Bu manzarani qaranglar. Ey Allohim, senga shukr. Pedal bosmasdan harakatlanyapmiz. Yana o'rmonlarga yuzlanyapmiz azizlar. Xudo xolasa dam oladigan joygacha, bezopasniy joylarga yetib olishga harakat qilyapman azizlar. Hamma tomon sokin mana. Qushlar sayragan holda. Mana azizlar. Obunachilar, Kaminajon Olimlik Olimovich Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan yo'l sayohatimizning 26-kuni soat 6 dan endi o'tdi. Azizlar, men shu narsani ko'rsatmoqchimanki, men o'zim hayronman to'g'risi. Ko'rganlar, bilganlar bilishi mumkin. Hayronman. Bu nima bu? Qanaqa ish bu? Qaranglar. Mana bo'yoq qalamlar, quyosh. Mana dojniklar. Rasmga menimcha shu eshikdan kirib chiqib yurgan bo'lsa kerak-da. Aziz obunachilar. Bu yoqda eski zdaniyasi bor ekan. Dom kulturi. Yaqinlashtirib ko'rsaman aziz obunachilar mana. Bu yoqda cherkov, chiroyligini qaranglar manzarani qishloqda. Nar yoqda o'rmonlar, yam-yashil o'tloq. Ana qaranglar. Hozir qayerdan video olinyapti, video lavha deyotganlar. Prislonixa degan joydaman, to'g'risi. Bu Ulanovskiy oblastiga qarashli joy. Mana aziz obunachilar, xuddi bu yerda ham ranniy bosh. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana sizlar.
Chiroyli. Chiroyli. Agarda like qilsa, tirs o'tib likechalar bosib, yaqinlar ulashib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikringizni kutaman azizlar. Kamina Javohir Olimovich yana joylarda aylanib, hozir ikkinchi videoni ham qo'yaman, xudo xolasa azizlar. Hurmatli obunachilar, men bu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. 50 metr bu yoqqa yursak, mana azizlar, qaranglar. Yozib qo'yibdi. Muzey Sodba Народные художники СССР deyapti. AAA Plastov. Qaniganlar bilganlar bo'lsa like tayamaymiz azizlar, mana qaranglar. Reslomixa qishlog'idan video lavha ketgan azizlar. Mana yosh bolachalar velikda. Bizni velik yo'lda turibdi azizlar. Mana azizlar. Mana bu yer muzey ekan. Ro'yxat kirish chiqish. Hech kim yo'q. Bo'lmasa so'rab kirardik muzeyga. Mana bunday gullar bilan egib, hamma tomonni parvarish qilib, chiroylikgina qilib. Mana rassomchilar bormi? Rassomchilarning sumkasi bo'yoq doskasi. Mana azizlar. Mana shu hudojnikda haykal azizlar. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariy kutaman azizlar. Bu videoni rassomchilarga yuborib qo'yamiz. Bilaman, oramizda rassomchilar ko'p. Bunlar yo'llar o'rmonlar. Assalomu alaykum, xayrli kech hammangizga. Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, Kamina Javohir Olimovich Sankt-Peterburg shaharidan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 26-kuni azizlar, xuddi mana shu o'z yaqinini topdi. Va Ulyanovskiy shahariga 50 kilometr qoldi. Xudo xolasa ertaga shaharda bo'lib, indin kuni yana yo'l davom etamiz. Xudo xolasa qayerga yetasiz? Ulyanovskiy oblasining Tagay degan joydaman hozir azizlar. Mana bu yerda naryoqlarda uylar bor. Bu yerda zapravka, Elementa magnit magazin, Shurland. So'radim, aytdi bemalol yotsiz bo'ladi dedi. Shunga mana bu yerda palatkani tutib, bugun kechqurun mana shu yerda damni olib, sog'omongina ertalab xudo xolasa yana yo'lda davom etamiz azizlar. Videoni like bosib, kommentariy yozib, yaqinlarga ulashib va duo qilib turganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Moddiy va ma'naviy tomonlama ham yordam berib turganlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammaga kattakon rahmat azizlar. Xudo xolasa uddalaymiz birgalikda. Bu YouTube barchamizniki azizlar. Videom yoqqan bo'lsa, Kamina xursand. Hammaga rahmat. Olg'a O'zbekiston, xudo xolasa olg'a. Nasib uddalaymiz. Qozog'istondan qanday o'tadi deb o'ylayotganlar, Qozog'istondan yurmagan, lekin Qozog'istonda bo'lmagan, faqat tema Qozog'iston. Xudo xolasa u joylarda ham uddalaymiz, xudo xolasa. Nasib. Ne переживай, пожалуйста. Uddalaymiz.